Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar. Agarda siz Eshonguzarda yoki Chilonzor, Uchtepa, Sergeli hududlarida yashasangiz, bu videoni aniq siz ko'rishingiz kerak. Bugun biz Active School yangi ochilgan maktabga keldik. Milliy qadriyatlarga asoslangan maktab ekan bu. Bugun biz sizga ushbu maktabni to'liq obzorini qilib beramiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Mana bugun biz Active Schoolga keldik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Active School maktabini asoschilari Rustam aka bo'ladilar. Rustam aka, bizning Unicheck loyihamiz bor. Hozirgi paytda shu ko'payib borayotgan xususiy maktablarni ota-onalarga ko'rsatib berish, u joyda ta'lim standarti qanaqa, milliy qadriyatlarga asoslanganmi yoki Yevropa qadriyatlarigami nimalar o'rgatiladi, qo'nisida ota-onalarga ko'rsatib beramiz. Shu asosida siz maktabingizga keldik. Yangi ochibsiz aka, xayrli qilsin. Amin, rahmat. Maktabingiz haqida qisqacha ma'lumot bersangiz, maktabingizni keyin ota-onalarga ko'rsatib bersin. Xudo xolasa. Bo'ldi. Assalomu alaykum. Maktabimiz birinchi o'rinda milliy qadriyatlarimizga tayangan, suyangan holda tashkil qilingan. Bu yerda har bir nafaqat o'quvchini, balki shu ota-onalarimizni o'zimizda yurtimizda unutilib borilayotgan yosh avlodga eslatilishi lozim bo'lgan milliy qadriyatlarimizdan, milliy hunarlarimiz, milliy ishlab chiqarilgan o'zimizni shu mahsulotlarimizni iste'mol qilinishi, shularni eslatib, yodlatib va o'rgatib borilishiga tayangan holda olib boramiz ta'limlarni. Tushunarli. Bo'lmasa maktabni ko'rib chiqamiz. Boshladi. Qani? Rustam aka, hozir bu joyda ko'ryapman, Face ID tizimi qo'yilgan ekan. Bu har bitta o'quvchilar uchun qilinganmi? Albatta. Nafaqat o'quvchi, balki o'qituvchi, ustoz, xodimlar uchun ham. Bizning maktabimiz umuman olganda 24/7 video nazorat ostida. Bu har bir o'quvchining xavfsizligi va o'qituvchilarimizning ishga bo'lgan mas'uliyati, xodimlarimizning xavfsizligi hammasi mana shu Face IDda nima deydi, o'z ichiga olgan. Face ID o'z ichiga olgan. Nazoratda bo'lishi bizga juda lozim. Hozir avvalambor birinchi o'rinda tartib turadi. Tarbiyaning eng birinchi bosqichi bu tartib. Tartibdan boshlangan. Mana shuning uchun Face ID o'rnatilgan bu yoqqa. Tushunarli. Bu juda ham yaxshi. Do'stlar, ko'ryapsizlar, 24/7 nazorat qilingan maktabda farzandinglar ishonchli qo'llarda bo'ladi, ishonchli ta'limlarni, sifatli ta'limlarni oladi bu maktab. Shunaqa. Birinchi qavatimiz bu boshlang'ich sinflarga ixtisoslashtirilgan. Boshlang'ich sinflarimiz shu maktabga kelganda bo'ldi, shu maktab aurasiga deymiz, maktab ichiga kirib ketishligi kerak. Shuning uchun o'sha o'zligiga mos har bir chizilgan rasmlarda